Qancha aldınız? 88. 88 ming. Torpoğu urgaç ekan ha? Erkek ekan ha? Ko'tarib ketasiz go. Qancha torpoq ekan? 4-chi torpoq ekan onlar. Nasıl yarasın jurasizmi? Jiyan. Yarasın yaxshi, shundan istagan. Ушинтип тугандар. Бүгүн 9-январь 2021-жыл мен ноқат бір болдым. Мал базарына кирип келдим. 70 сом. Bunun qancha oldu şaka şul? Qancha oldu ka bunun? Bu bir de tuğan oxşayt menimçe. Boğuz ekan. Qancha aldınız ka bunun aslında? 40 mingga. 40 mingga alıptır. Ушинтип базардағы бүгүнкү бағаларды сиздермен birlikte келин баштайды тугандар. Ассаламу алейкум. Кайсыны багылдасыз? Багылдасызбы? Şu boyda 75 kem vardı. 75 kem var deyip ha? Torpoq erkek mi? Erkek ekan ha? Süttü mallar öte көп kelген. Gördünüzlermi? Anda bir çekeden birini başlaylar. Şul bağolda ta? Bağolda ta? Qancha berib aytasiz torpoq menen? 78 ming. Torpoq erkek urgaç ekan? Erkek ikinci balası. İkinci balası. Yesiniyem Çındığında öte bazarda giriyorlar. Giriyor tam öte kıza jürüyor. Birinci maldı. Suradı da qancha suradı? Ben seni tanıyım tamam. Bu kutu götürmem Mehmet. Bayağı normal kıyım bundayım. Qanchaga suradınız? Ben aytdım 75 kem var dedim. Ha sizdeki de abla. Qancha deydi? Ben Turat'la oynanıp ol için. Torpoq yok girsin. Suran. Ben de onu özüm bir alanda cizdi hep geldi. 55 mingga suradım ekan. 55 mingga. Oşonla jana da bir uyturadi. Bunday ko'rib chiqana. Kuchli ishtaydi ekan ha? 6 so'zini 4 işteydi. Qancha dediniz? 110 ming. Torpoq erkek qilmachu. Erkek ha? Qancha suradi ekan? Bola turganini aytingchi. Qiziq. To'qatini o'tib ketadi. Oxiri 85 ga surapti ha? Ular yaxshi, janlanib qolibdi. Sizniki qancha suradi ekan? Bunu bağ qilaylar. Hozir qo'ydim men. Yem qo'ydingizmi? O'ta yaxshi. Mana dağı. Qaysi mal, mal. Qaysi biri bor oldu aka? Qaysi biri bor oldu? Ha, mana va. Qanchaga chiqdi? 86 ga. 86 ga. Qanday o'tib ketsam ekan? Buni o'tib ketayin ha? Mo'lam o'ta kuchli ekan ha? Qancha deb turishsin ha? 150 ming. 150 ming? Ya buna yegiz tuvadi. Qancha dedingiz aka uyda? 130 ming. Bunday o'ta kuchli uylardan biri ekan. Qanchaga so'radingiz? Bag'iltasizmi? 130 ming ha? 130 ming ham bor. Torpoq urg'ach erkakmi? Torpoq. Urg'ach ekan ha? Urg'ach. 3-chi torpoq. Sütni qanday beradi ekan? Mana ovutadi-ku. 6-7 litr süt var ha? Bir sağan. Bir sağan da var. Iki mal mı? Bir sağan. Urg'ach ekan. Qancha deb turgan shuydi? 150 ming dedi ha? Torpog'i urg'ach dedi. Sütü ovutadi bu ne? Şunda bunday. Yaxshilarmi? Ulan qaysi ketdi aka? Qo'ya ketdi. Mana sariq 90 ming. Qanchaga ketdi aka? 90 mingga so'rashdi. 80 ga? 80 mingga ekan. Ulan sarı bavulda turpoq bilan 90 mingga berilmaydi. Qanchaga? 90 mingga. 90 mingga. Bu 90 mingga. Narxi 80 mingga ketdi uje. Şu mal bavulda tabii bu sa. Yok buna 84 binge veresin. 1000 son koyup veresin. 85 son dedi. 84 bin. Oldu mu lan? Urg'ach ekan turpoq. Urg'ach. Aynı beni de direktör inşallah. Biz aynı vermeyi. Namalını da verip otasımızdan. Gideceğiz. O 500 Var.
Aka turpok qancha dedingiz? Hem boldu mu özün işçilerden? Turpok degan bo'lsa, sonuydi. 70? 70 mi? Bunda bir turpokda o'tiribdi. Urg'ochi erkak mi? Turpok. Erkak. Qancha dedi? 70 dedi. 70 dediniz. Qanchaga so'radi? 60'ga so'rashdi. 60'ga? Bermedingizmi? Yo'q, bermadim. Buna uydun jivi жаңыр almıştı. Bırak qancha qaldı ekan shuni? Bermadim. So'rab oldingizmi? Bayla otdingiz. 105 ming oldi. 105 mingga? Turpok erkak ekan ha? Bir aylandır koştuğun cücü diye 105 bin lira bu. 105 bin gömülü gel. Çok uzaksın. Halbuki bağısı kızı vatkan uylarının özü yok. Şu alan kaç dediniz kaç kaldı? 60 ülkem var. Turpok mu? Turpok erkeğe gel. Day bağ olatkan, kızı vatkan yerler. Oksa sizlere görüşten tuğanlar. Karşı yok mu? Aksakallardan aldığına varıp görünç. Ötküden çeken. Şey yakşı mı? 5 litrdan agar has bergan bo'lsa qaytarib kela oling. Savdolar. Shu bozorda Bir gündüzde öyle. bir kunlik ertaman kech ko'ring. Qaysi uy bo'ldi? Qancha berib berdim? Tavba qildim. 75 imkan var dedi. Agar 3 litr chiqqan bo'lsa qaytarib keling. 5 litrdan kam bersa qaytarib keling. Beraring. 75 kami bor dedim. Nima desangiz shu? Mayli berdim. Bering. Qancha verdin? 6 litrga mayli. Bu dıyğan aksakallar Mart suraytda gördünüz mü? Ha. O bazarçılar bo'lganda 50 mingdan ko'tarib başlaydılar. Ha, shuna qo'ladi. Bering. 60 ga so'rab turdim. Shag'inam ketyapsan o'zi. Shaqi o'zi tug'asa-da. Osaqol. Aksakallar bozorni qizitdi. Allohning qudratini qarang. Yo, narisiga bolasini shunaqi mashina shalpagan ekan. O'zing ko'cha olgansanmi? Qaysini? Buni mashinalarim sog'i ichgan. Berasizmi? Ha? 60. Yo, 60 ga bo'lmaydi. Qancha? To'qacha elakchi. Aytyapman-ku. Beravering siz. Hozir ekkam qildi, berganim yo'q. Bor dedim, opayman dedim, otangdan so'ra, pulni dedim. Nech pulga sotib yuboraylik deb shuna dedim. To'qotar jeri 75 mi? Ha, 75 kami bor deyapman. Nima O deydi? so'rab turib 60 ga. Ha, endi so'raradi. Allohdan aytgan ular. Nech pul qildi mana buni? Onu şatlatıpsın da. Yo'q, yo'q. Bir kam 70, iki kam 70 mümkün. Qancha qildilar? Ey uka. 2 kam 70. Berasizmi? Yo'q. Aytyapman. Mana muammolar. Aksakal müyüzlü uyam qarab ko'ring. Bunu o'turu noktasını kiygizib chiqarsam problem. Bunu aytdim. Görünmən torpaqda kaltaksa uyunan Ey ona kattasiga degani, uni 100 ming deyapti, kattasiga degani qasıratdı. Biraz yaxshi. Berdim. Cınız aka shuni boqildingiz ha? Qancha berib qo'ydi? 80. El 79 qaldı. 80. 80 verdiniz. O'zi da olib qolganda. Biroq torpog'i yaxshi ekanda. Ya buna vaqti qancha debdir aka? Oldingizdan qancha dedingiz uydu? Qancha buni oldingiz? Ha. Olagan tomoningizga so'rang, majburlar yetalab. Ah. 120 ming. 120 ming. Buna uyda hozir biraz alsat ko'rsatayım. Turpok erkek mi kaçı? Erkek. Qancha berib aytasiz aka? Jaqmana. 84 ming. 84 ming ha. So'rovda turamiz, so'rov. Qancha olishdi? 84 ming. Oğlum lan?
Yetmadim mi? Qancha deding sen? Yetelaysan ekan men og'aynim. Shunga ayt bo'lmasa aka manchaga olganman yetmayapti. Men sizlarga bugungi shunday Sanoy bozorga qo'shib, bu bo'z o'xshaydi-ku ya. Ha, bo'z. Bo'z ekan. Qaysi biri bo'ldi? Bo'lasi. Qaysi? Na, bolasi mana bo'z deydi, kech bo'z. Ham yaqin bo'z, 2 oyda. Qancha so'radingiz? 95.500 berishdi. 95 ga berdim. 95 ga oldim. Oldingizmi? Tarting. Bu yoqda men bu yoqda topamiz, o kamera bu yoqda. Beraman. 95 ga berargan. O yerlarda dag'i bir yerda bor ekan. Shunday qilib. Bo'z ularni shuga bo'z ularni qo'shib ketsam-chi, buqalarni qo'shib ketsam to'g'anar. Buqalarni qo'shamiz. Qaysi buqa bo'ldi? Ha, buni. Qancha bermaydi aka? Bu yoq so'radim. Bu da to'polon buqalarni ko'p yurtdi. 190. Ha, buni ko'p, ha? 190. 190 ming. Arsa rekord bo'lgan buqalar bor ekan, cho'ndir. Oho, u yerda bir targ'il buqa turadi. Anada bir o'ziga bor. Bunda simentallar kirganmi qanday? Kimniki mana buqalar aka? Buqalar sizdanmi? Bular qanday o'qiladilar? Simental o'qiladi? Simental. Qanchadan bo'ladi aka bular? Bir yasharlar bular? 2 yashardan bor. 1 yashardan o'tdi. Qancha mingdan bo'ladi endi? Bor. Endi har xil pul bo'ladi. Bozor qancha berdi oxiri? Buni qancha berdi? 75 dan cho'g'or ekanda qisqasi, ha? 75 dan cho'g'or. Qanchadan cho'g'ordi? 75 dan. Ha? Sizlarmi? Sotildi bu. 150 ga ko'n, ha? 150 ga net o'zmi? Bu da kuchli bog'da bundaqacha. Kuchli bog'da o'tib ketar ekanlar, ha? O, aka. So'ngroq rekord bo'lgan buqalar bo'lsa, Qashqarni qancha bermadingiz? Qanchaga bermadingiz? 80 qilishdi. 80 ming. 80 ming. Bunda ham o'ta kuchli buqa yuribdir. Mana turishini ko'rdingizlarmi? Hozir mashinalarda targ'il buqa turadi, o, saqib ketdi. Ha, ketdi-mi? Qanchaga ketdi? Soyolot, ha? 440 dan. Yurmay qolibmiz. Ne oldu? Qaysi bog' oldi? Qaysi bog' oldi? Mana oshib bermay jotadi. Yo'q, buqani aytsangizlar. Buqalar bardig'ini to'g'ri. Mana so'ratam 70 ming. Ha, 70 ming. Qaysi? To'qol. To'qol ba? 85 ga bermasa kerak, o? Oldi. Mana shu oldi sotmading bo'ldi, o'shancha. O'zi pishiq turayotganda ana. Ko'ngli qo'shdi. Bunday o'ta kuchli buqalar ketdi, ha? Qaysi bog' oldi? Qaysi bog' oldi aka? Qanchaga? 130. 130 ming. Yo'q, bo'shtab borlar. Shokirjon dedi. Shokirjon namoz qilishdi. Ha. Shokirjon. Qancha oy vaqtda, qancha yil vaqtda ham bu? 8 oy bo'ldi. 8 oy vaqtda. Bersin. 8 oy bo'ldi. 8 oyda shuga yetkindi. Ha? Narxi buni qancha ekan aka sizniki? Gurum. 150 ming. 150 ming. Ma, to'qol. Angus emasmi? Kimdan ekan? Sizdanmi? Qancha ham bunun bahsi?
Ekoğa biriga 140. 70'ten mi? 340 dedi. Ha 340 dedi. Aka kaçdan suradı bozar? Suraylik be. Asa et bağıtında da bular ha. Kança yaşlar bunlar? 2 yaşlar. 2 yaştan ötüp kaldı ha. Kaç kanal bu şey? Universal bozarı. Universal. 340 ming dediniz ha? Ben birinchi yaxshi tushunmay qoldim. 140 ming deb onam 70 mingdan ekan deb o'yladim. Mana shunday bu hozir bugungi. Endi sizlarga shunday chiqarishga bozullardan bo'lsa biraz qo'shib ketamiz. Жылқы базарға андан кейін кіресіз. Бұл жерде кішкене бұқалардан тартайлы. Бұқа сауынды базарды Пынажын базарға аралаштырып, жаш тоқпақтарға аралаштырып тартамыз. Қанша oldu? 60.500. Ketті бе? Satıldı mı? Allah. Kelişken bu kadarı gördüm. Qaysi boğuldan kesizler? Ne var? Adam tartılmaydı. Qaysi boğuldan? Qancha verdiniz? 58 ming. 58 ming. Bağılatkan yerler olsa daha kırstım. 70 dediniz mi? 70 mi? Kim var? Kaç saat sürede? Anca 50 gün. Ya buna kunajlar kaçtan eken? Boğaz mı kısır mı? Kısır ha? Şunda ötüteyle. Boğaz uylarga. Ha. Bunu universal degenler. Ha buna şunu diyor satmapsızlar da ha. Bu kol oldu ha. Boğaz mı kısır mı? Buna boğaz mı kısır mı? Kısır. Mana gel. Sağnıy bazar, Bulqa bazar üçün menen soňuna çykdy tuganlar. Keyinki çygarışga kunajındарды. Erkek ulaştırıp noktasına koşup keteyim.